Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Jizzaxdamiz. Azizlar, mana shunaqangi bir martalik idishlar ishlab chiqarishga qiziqayotganmi deylar. Sizlarga tayyor holatda ishlab turgan uskunamiz sotuvga qo'yilgan. Videomizni oxirigacha tomosha qilib, klass sumachasini bosib qo'yadigan bo'lsanglar, mana shuni sizlarga chiroyli qilib arzon qilib, narxlar bilan aytib o'tamiz. Ya'ni taxminan mana shunaqa biznes boshlash uchun, ya'ni taxminan yana qancha pullar ketishini ham video davomida ma'lumot aytib o'tiladi. Qadrdonlar, bitta e'tibor beringlar, bu yerda bir 10 ga yaqin turdagi mahsulotlar qo'yib qo'yilgan. Yana buni qolipini yasattiradigan bo'lsangiz, qolipini sotib oladigan bo'lsangiz, yana bundan ham ko'plab mahsulotlar ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Hozir eng trenddagilari mana shunaqa одноразовый osh bu narsalarni saboga dastlabki qilib berishga mana shularni ishlab chiqarilyapti. Comfort Plus o'zlarining brendi, mana shu brenddan foydalansanglar bo'ladi bemalol, tayyor holatdagi brend. Yana одноразовый idishlarda mana shunaqa kattalari ham bor ekan. Qo'yingki, keyin mana shunaqalari ham bor. Misol asal bu narsalarga shunaqa idishlar ham bor, souslarga. Bundan tashqari buni qanaqalari, qopqolari va bu yerda yana shunaqa idishlar bor, har xil shirinliklarga. Yana buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Nargi idishlarda prozrachnisi katta, sabo idishlarda. Misol uchun boshqa shirinlik idishlar sotsangiz bo'ladi va eng asosiysi tuxum soladiganlar ham bor. Misol uchun bu mahsulotni ham aynan mana shu uskuna yordamida chiqarsanglar bo'ladi. Buni asosiy narsasi seryo, ya'ni xomashiyosini olib kelasiz. Xomashiyosini bunga solsangiz bo'ldi. Bunga tayyor figura bosib chiqarib bera oladi. Xomashiyosini qayerdan olasiz, qanaqa qilasiz, nima qilasiz, xullas hamma yo'g'i sizlarga o'rgatib qo'yiladi. Sotish sabablari akamiz boshqa ish bilan shug'ullangani uchun bu ishga vaqti bo'lmayotgan, shuning uchun sotilyapti, lekin uskuna deyarli ishlatilmagan ekan. Bu yerda shunaqa yana одноразовый stakalar ham bor. Endi bu stakalarni boshqacha turdagilarini, qoliplarni sotadigan bo'lsanglar, buni ham ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Bu apparatimiz mana shu yil 2025-yilda kirib kelgan, deyarli ishlatilmagan. Narxlari $115,000 dan ortiqqa tushgan akamizga, lekin sizlarga anchagina kelishtirib berishadi. Endi apparat sotib olganinglardan keyin qancha xomashyoga pul kerak bo'ladi, o'rtacha $10,000, $15,000 tikadigan bo'lsanglar, bundan endi xohishga qarab $30,000, $40,000 tiksangiz ham bo'ladi. O'rtacha shu $10-15,000 tikadigan bo'lsangiz, ishingizni bemalol yo'lga qo'yib olishingiz mumkin. Ekranda telefon raqami qoldiriladi, Telegram, WhatsApplar ham bor. Mabodo chet eldagi, Amerikadagi, Turkiyadagi, Rossiyadagi akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, WhatsApplardan, Telegramdan bog'lanishingiz mumkin. Bizning kanalimizdan chiqadigan bo'lsangiz, xudo xohlasa sizlarga kelishtirib berishadi. Mana shu liniyamiz aytib o'tirganimdek deyarli ishlatilmagan. Siz O'zbekistonda istalgan nuqtasiga, balki O'zbekistondan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga ham olib ketishingiz mumkin. Sizga bu narsani o'rgatib, mahsulotini qayerdan olishlarini tushuntirib qo'yishadi. Endi buni объемini so'rashadi, albatta elektrga ishlaydi. Объемini so'rasanglar, misol tariqasida aytib o'tyapti. Mana shuni 4000 dona 20 minutda chiqaradi deyapti. Endi объемini o'zingizlar hisobga qila olinglar. Endi объем nimaga hozir aniq aytib o'ta olmayapman. Объем siz chiqarayotgan mahsulotingizga qarab, misol bunga ko'proq bo'ladi. Misol uchun boshqa mahsulotga yana kamroq bo'lishi mumkin. Chiqarayotgan mahsulotingizga qarab объем kelib chiqadi. Bu yerda mana qolipini o'zgartirsangiz bo'ldi. Qolip o'zgartirilsa, mahsulotni anaqasi ham o'zgaradi, turi ham o'zgaradi va bu tomonda presslar bor. Bu yerdan chiqqan mahsulotni mana shu holatda teriladi bu yerga. Bu press yordamida buni endi ajratib olinadi. Xullas oxirigacha mana shu yerda, bu yerdan keyin va bu yerga o'tib sotuvga ketishligi mumkin. Xullas qadrdonlar, ko'rdinglar. Bu uskuna aytib o'tirgandek eng fulli, eng oxirgi rusumdagi uskuna hisoblanadi. Sizlarga ekranda telefon raqamini qoldiramiz. Bu biznesga qiziqayotgan bo'lsanglar, kelinglar, Jizzaxga kelib uskunani o'zini ko'rib, keyin xarid qilishingiz ham mumkin. Mabodo tushunadigan bo'lsangiz, aka bilan bemalol telefonda gaplashib, sotib olishingiz ham mumkin.